Dilnoz? Dilnoza? Kechirasiz. Bo'ldi, qo'y. O'zim yig'ishtiraman. Xo'sh. Endi qayerga bormoqchisan? Qayerga deysizmi? Meni boshqa boradigan joyim yo'q-ku. Tushunmadim. Sen shu yerda qolmoqchimisan? Kenayi, faqat yo'qda men. Shu yerda vaqtinchalik yashashimga ruxsat bering, iltimos. Menga bitta ko'rpacha bersangiz ham yetadi. Uncha ko'p ovqat ham yemayman. Ishlab sizlarga yordam beraman. Xohlasangiz ijara pulini ham beraman. Faqat iltimos haydamang. Hamma aytganingizni qilaman. Sizga to'g'risini aytsam, uyingizdan ketib o'zimni o'ldirmoqchi edim. Lekin tog'amni bitta gapi esimga tushib qoldi. Biz gunohlar haqida gaplashgandik va jiyan, dunyodagi eng og'ir gunohlardan biri o'z joniga qasd qilish degandilar. Xudo o'zi yaratganmi, o'zi oladi degandilar. Shu gaplar meni fikrimdan qaytardi. Tog'ayni aqlli gaplari ko'p edi. Mayli, roziman. Rostdanmi? Faqat tog'ayni hurmati uchun rozi bo'ldim. Vaqtinchalikka.